Farzandlarimiz uchun mana shunaqa mahsulotlarga hech qachon biz pul ayamaymiz. Bilasizlar, mana shunaqa mahsulotlar yozda juda ham ko'p hadavoy bo'ladi va biz hozir Xitoy shunaqa fabrikasidamiz, mana shunaqa velosiped ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Hozir sizlarga mana shu mahsulotlarni O'zbekistondagi narxini ko'rsatib o'taman. Xuddi shunga o'xshash mahsulotlar Wildberries'da 1,5 million so'mdan boshlanadi. Ko'rabsizlar, har xil narxlarni ko'rishingiz mumkin. 1 million 900 ming so'm, 1,5 million so'm, 1 million 486 ming so'mdan boshlanadi va lekin uzumda esa bu mahsulotlarni pastga uchratmaysiz va eng arzon shunga o'xshash mahsulotlar 500 ming so'mdan boshlanadi. Lekin aynan xuddi shu modellar uzum harakatda yo'q. Dizaynni haqiqatda juda ham chiroyli ishlangan va juda ham mustahkam va bolalar uchun qulay, ya'ni yumshoq. Mana qaranglar, haqiqatdan dizaynga ham e'tibor beryapti bular. Buni narxi $9 ekan atiga. Menga juda ham yoqdi lekin. Bunisining narxi $12. Bunisi menga ko'proq yoqdi. Qanaqadir boshqacharoq, bu o'g'il bolalarga mo'ljallangan, tezroq yurar ekan. Sport hamda yozib qo'yibdi bu yerda. Model juda ham bejirim, chiroyli ishlangan. Xuddi shu mahsulotlarni sotib turib O'zbekistonda qancha foyda qilsa bo'ladi va xuddi shu mahsulotni olishga siz qancha sarflagan bo'lardingiz? Oddiy sellar xuddi shu mahsulot sotgan holatda kamida O'zbekistonda 500 ming, 600 ming so'm sof foyda olsa bo'ladi. Agar sizga elektronik kommersiya qiziq bo'ladigan bo'lsa, Xitoydagi mahsulotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, biz sizga mana shu yerdan mahsulotlarni ko'rsatib boramiz va elektronik kommersiya, Uzum, Ozon, Wildberries'da sotishni o'rgatamiz.